sıçkan boladı. Şu uylanadı ve tabii ki bir yerdə Kristian isimli qurbaka yerini satığa koygan boladı. Şu bilen lekin yoldan 6 metr banda kızıl çizik var. Şundan çıkmay salış gerek. Pullarınız havaga uçup gitmeydi. İş doğru bolsa mehnetiniz hem kem boladı, pulunuz hem kem getedi. Assalamu alaikum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Xudo xolasa sal noodatiroq kontent qilamiz. Ya'ni ish kitob bilan bir qator danışib chiqamiz. Bu kitob uy qanday quriladi deb nomlanadi. Bunda qurilish haqidagi ma'lumotlar hayvonlar tilida tushunarli berilgan. Ya'ni bu kichkina yoshdagi bolalar ham, katta yoshdagi bolalar ham bir xil mos keladi va asosan endi uy qurdiradigan odamlar uchun dum foydali. Ustalar ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Bunda nechik mavzular yoritilgan, nov gaplar aytilgan, qiziqarli joylaridan bir qator sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Kitobning boshidan keladigan bo'lsak, aytganimizdek hayvonlar, ya'ni bir sichqon bo'ladi. Şu uylanadi va tabiiyki o'zi uchun yashashga uyga ehtiyoj sezadi. Buni uy qurish bosqichlari bir yoqdan boshlanadi. Bunda birinchi bosqich uy qurish uchun joy tanlanadi. Joy tanlagan vaqtida shaharga iloji boricha yaqinroq, katta yo'l ham yaqin, kommunal infratuzilmalari bor, shunday joydan tanlaydi. Ya'ni gaz, sveti bor, keyin kanalizatsiya tizimlari ham bor joydan borib ko'rib tanlaydi va bir satuda duradi auksionda. Bir yerda Kristian isimli qurbaka yerini satığa koygan bo'ladi. Shu bilan ijara shartnomasini tuzib, yerini satib oladi va do'stlarini chaqirib, qurilish loyihasini chizishni boshlaydi. Bunda uyni novlarına e'tibor berish yoritib o'tilgan, ya'ni uy simmetrik bo'lishi kerak. Mana qaraganda uyingiz chiroyli ko'rinishi uchun va o'lchamlari qulay o'lchamda bo'lishi kerak. Masalan, koridorlarning kengligi nichalik bo'lishi kerak, uyning kengligi nichalik bo'lishi kerak, balandligi nichalik bo'lishi kerak. Shular bir qator yoritib o'tiladi. Undan keyingi qismda bo'lsa, kommunal xizmatlari nechik ulanish, masalan, gazning turbasi nereden keladi, suvning turbasi nereden keladi, elektr toki nechik bo'ladi, kanalizatsiya nechik bo'ladi, gaz o'lchashlar nechik bo'ladi, hammasi yozilgan. Masalan, bir yerda aytib turibdi, 50 odamlar hojatxona uchun deshana chiqqan bo'lsa, yo'lmasa uyni qizdirish uchun o'din chopgan bo'lsa, yeyishda yoritish uchun sham yoqqan bo'lsa, hozir bu ishlarning birisi ham shart emas. Shunday kommunal xizmatlarni ulanib qo'yasiz. Size uyingiz yorug' bo'ladi, hojatxona ko'chaga chiqmaysiz, uyingizni avtomatik qizadi deydi. Lekin dadalarimiz ham svetni o'chir, hojatxonada ya hammomda shuncha qolib ketasan deb yurishi bejizdan emas deb keltirilgan. Ya'ni bularning pulini to'lashdan ham ansat emas deb aytib o'tmoqchi. Bundan keyingi qismda bo'lsa, uyni aniq chizmalari shakllantiriladi. Ya'ni o'pshi girgandan dalon bo'ladi, chetroqda oshxona bo'ladi. Keyin uyni 2 etajda tanlab oladilar. Pastda hojatxona, hammom, mehmonxonalarni joylashtiradi. 2-etajda bo'lsa, bolalarning yotoqxona va o'zini yotoqxona, keyin alohida shunday o'tirib ishlash uchun ijodxona, o'quvxona ham qoldirib ketadi. Bu arada bu sichqonimizda pul yetishmovchiliklari bo'ladi. Bunga banklar kredit taklif etadi, lekin kreditni foizlari o'ta balandligi, kredit olmaslik kerakligi haqida bir qator tushuntirib o'tilgan. Masalan, agar 1000 yildan muqaddam ota-bobolarimiz urush etmay, bir so'z bilan aytganda, bankka deydi 5% ustama bilan 1 dona oltin tanga omonatga qo'yganda edi, siz bugun merosxo'r sifatida 15,5 milliard oltin tangaga ega bo'lardingiz deydi. Shuncha puldan o'zingiz uchun dang'illama uy, mashina sotib olishingiz mumkin bo'lardi. Shunda ham sizni yarim aholisiga yetkazgulik yana mablag' qoladi deydi. Bu da ya'ni masalan 1 tanga yilna 5% dan minganda yillar o'tib butun dunyoni sotib olsa yetadigan pul bo'lishini aytib turibdi. Bu loyihalarni aniq loyihalab, chizmalarni tayyorlab olgandan so'ng uje qurilish ishlari boshlanadi. Ekskavator qichqiriladi, shu kanalizatsiya turbalari tashaladi. Keyin fundament o'tiladi. Masalan, uy quradigan odamlar yaroqni xato etib qo'yadi, to'g'ri borib fundamentdan boshlaydi. Fundament bitgandan so'ng qaytadan uni teylarini qazib, kanalizatsiya turba, gaz turba yoshini o'xshagan narsalarni o'tirib yuradilar. Bu ishlarni eldan etib ketishligi bunda ishga solinadi. Fundamentni 2 etaj joy bo'lgani uchun mustahkam etib, armaturlar bilan boshlaydilar. Keyin izolyatsiyani ham fundamentning uzundan boshlanadi bu yerda. Bir de gidroizolyatsiya ham etilgan, issiqlik uchun izolyatsiya ham etilgan bo'ladi uyimiz.
Keyin devor o'rish ishlari bo'ladi. Bu yerda asosan devorni pishgan karushdan foydalanib ishlanadi. Devor o'rishda kerak bo'lgan instrumentlar ham bir qator tanishtirib ketilgan. Masalan, uraven, bizda shayton deydi. Bunda shovun deb yozib qo'yilgan. Ya'ni uyni vertikalligini tekshiradigan maxsus moslama. Shular ham bir qator tanishtirib o'tiladi. Keyingida opshi uyni xaritasi, nav ishlatilgani hammasi bir qator ko'rsatilgan. Masalan, mo'ri neda bo'ladi, pastki fundament neda, keyin birinchi etaj bitgandan so'ng bizda seysmopost deydi. Xuddi shu narsa nechik bo'ladi, keyin izolyatsiya nechik ishlatiladi, demir to'sin nera qo'yiladi. Polni hammasi bir qator tanishtirib chiqilgan. Bu yerda ikkinchi etaj quyilgan beton plita bilan oralarini olma-tur tashab, o'rtasi izolyatsiya etilgan. Undan keyin ustunlarni nechik qo'yiladi, shipirni chatisham hatto to'liq etib ko'rsatib berilgan. Keyingi qismimizda bo'ladigan bo'lsa, bu sichqonimiz hayoti bir qator tanishtiriladi. Shundan keyin qurilish firmadan xat keladi, ya'ni uy noto'g'ri joyda solingani, qizil chiziqdan 1 metr deshana chiqib qolgani haqida xat keladi. Sho'rini ozgina yoddan chiqaradi. Bizda ham ko'pchilik shunday bo'ladi. Uy solgan vaqtida maydonimiz ko'proq bo'lsin deb yo'lga yaqinroq etamiz, lekin yo'ldan 6 metr banda qizil chiziq bor, shundan chiqmay solish kerak. Yaqindan bizda bir qurilish bo'ldi, yo'lni ta'minladilar. Yo'lni ta'minlagan vaqtda trotuar atadan bo'ldilar. Polni ko'chadagi, veranda deydi bizda, oshlarni bir qator oldirib chiqdilar. Bu yerda shu nazarda tutilgan. Sizlar ham ertaga shunday o'yinni buzmaslik uchun qizil chiziqqa e'tibor berib, qizil chiziqdan ichkarida joy solishingiz tavsiya etilgan. Keyingi o'rinda uyni deraza, oyna eshiklari ustanovka etiladi. Ustanovkadan keyin elektr simi montaj ishlari bo'ladi. Montaj ishlarida kuchli mutaxassis elektrikga murojaat qilishingiz aytiladi va uyda asosiy yong'inlar bilsangizlar elektr simlaridan kelib chiqadi. Elektr simlari bir-birisiga va ulangan vaqtida banda konditsioner qo'shasiz, boshqa etasiz, xullas nagruzkaga tushadi, qizadi va asosan shundan yong'in kelib chiqadi. Bizda ham shunday holat bo'lgan. Nechik bo'lgan, bir vilka diqilgan turgan, keyin u kabel qizib ketib, yonib, o't chiqishidan ozgina qolgan. Shuning uchun bu narsaga e'tiborli bo'lasizlar. Sifatli, bardoshli kabellardan foydalanish kerak. Montaj ishlari tugagandan keyin suvog ishlari bo'ladi. Suvog'imizdan chiroylatib, hayvonlarimiz podmayak etib etganlar. Bu rasmda ko'rishlaringiz mumkin. Keyin fasad ishlari bo'ladi. Fasad utuklina bo'ladi. Men bu skanni fasadini qo'rqmay termopanelni tavsiya qilgan bo'lardim. Tamom esa albatta lomboz bosish kerak. Fasad ishlari tugagandan so'ng uyimizda va nihoyat kotyol quriladi. Kotyoldan eng zamonaviy duv konturni, ya'ni ham svetda ham gazda ishlaydigandan qo'yadi. Masalan, hozir hamma shunga o'tib borayotir. Chunki gaz havolarimiz bor, bu yildan o'zi gazda qizdirish kamayadi, polni elektr o'tilib turibdi. Elektr kotyollar bonunda modada bo'ladi menimcha. Isitish ishlari ham polni bo'lgandan so'ng bu yerda devorlara rang berish ishlari boshlanadi. Rang berishda nechik ranglar tanlanish kerakligi aytiladi. Masalan, xona ranglari yorqin, kishiga sokinlik ulashuvchi bo'lishi kerak. Bu ranglar yog'och buyumlar, gilam, parda, karavot va barcha jihozlar bilan uyg'unlashib ketishi kerak deb yoziladi. Albatta, shu xona ranglari tanlaganda sokin ranglar alohida e'tibor talab etadi. Ko'pchilik uylarga borib qolsak, dum gulli narsalarni qo'yib tashlaydilar. Oboyni ham qo'ygan vaqtida gullarni qo'yadilar. Gul emas, skromniy, oddiy rangdagi oboylar ham bor. Asosan yotoqxona yo dam olish xonalarida shunday skromniy narsalarni qo'yish kerak. Bu gulli narsalar o'zi charchab qolgan odamni bunday qaragan vaqtida battar ko'zdan charchatadi. Shularni ham alohida e'tibor berasizlar. Ranglar bo'lgandan so'ng bir qator etilgan ishlar tekshiriladi. Bu yerda masalan, kotyollar to'g'ri qo'yildimi, nechik bo'ldi, yakuniy tekshiruv ishlari o'tiladi. Masalan, turbadan gaz yarib ko'riladi, suv yarib ko'riladi, hech yerdan oqmadimi, boshqa etmadimi, polni tekshiriladi. Tekshiruv ishlari tugagandan so'ng bular ko'chaga chiqadi. Ko'chada ko'kalarni aralashtirish ishlarini olib boradilar. Ya'ni yashil ekinlar ekadilar, daraxt ekadilar va bog'ini chiroyli ko'rinishga olib keladi. Shu bilan uyimiz polni qurib bitiladi. Sizlar ham masalan tavsiya shu.
ne deydi? Başta şu yerini chiroyli joydan tanlang, ko'nglishlaringiz yaxshi bo'lsin. Misol uchun shu narsalarga e'tibor etib, yerini olgandan so'ng qurilishni ham shu bir yandan shu zaylda davom ettirsangizlar, pullaringiz havoga uchib ketmaydi. Ish to'g'ri bo'lsa, mehnatingiz ham kam bo'ladi, pulingiz ham kam ketadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Fayzli ko'rinishda davom eting. Keyingi videolarda uchrashguncha.